Köpçülük yaxşımısınızlar? Görüvatqanыңlar vaqt toneli. Hammanglarga mayakda o'tliq salom. Şirket bo'lsa bir xil tashkilot. Bir xil qoida tuzum, bir xil madaniyat. Mavjudlik va yashashning bir xil usuli. Erlarga xos salobat. O'zgacha loyiha. Sifatli material, ilg'or texnikaning mahsuli. Yoshlik uchun tashlangan jo'shqin qadam, saltanat kiyimlari. Vaqtning o'zi bir pul, ishonchning o'zi bir pul. Demak, ko'ringi jarma shirkatininki tashviqot halqasini o'z ustiga olgan Mayak shirkatining lideri Hasan Toj apandi vaqt tonel orqali ko'pchilikka mush ko'ringi jarma shirkati ishlab chiqargan yeshil mahsulot jarmaninki madaniyat film to'g'riliq bir qisqacha to'xtalgan bo'lsangiz. Anda bayma bir so'zlab bitdim qo'lma jihatdan. Endi ifodalash jihatda aytqanda endi hisobda biz hayotda maratabandim balaga o'xshatgandek bu bir balni endi tunishtirish filmi. Chunki hammadan zavq berib bu zavqni ko'rolmaydi. Hammadan bu maslahatni ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilib bo'lmaydi. Biz ularga vakolatdan bu zavqni cho'ng bo'lish jarayonini cho'ng bo'lmoqchi bo'lgandan keyingi maqsadlarini bayatdan siz so'ragandek bularniki mush iliklashdiki ekspertliklerini biz xalqqa endi shu balning bir cho'ng bo'lish filmi, mush zavodning yoki mush mahsulotning bir kinosi qatorida bir set tutib endi bu madaniyat filmini ishlab beramiz. Bunda bo'lganda endi biz xalqqa vakolatdan bularniki kelgusi taraqqiyot nazoratini endi apparatchiga deb xotirlaymiz. Kelgusi taraqqiyot halqasida her yili biz birden endi hamkorligimiz buzilmagan davomlashgan ahvolida her yil birden bu zavodning filmini ishlab sunishga tirishimiz. Murat apandi, konular shunday bir yaxshi gapni aytgan, hisoblik do'st ayrilmas deb. Xo'sh, siz mushu ko'ringi jarma shirkatiga paychi ko'p kirgan, Tahir apandi bilan bo'lgan muomilada kelgusi foydadan 35%ni o'tinib beribsiz. Endi mushu halqida siz zavodninki ishlab chiqarish jarayonidagi maqsadninki sifatiga kafolat qilishingiz, bozordagi ehtiyojga asosan naq mal ilgatishingiz bu nihoyat muhim o'tganlarning birisi. Mush tarafda sizninki oq sepingizda iqtidorli bo'lgan mushu qo'shin bormi? Siz devetganda bu bir eng muhim halqalik masala. Hamda biz hamda mushu paycha qabul qilib Tahir apandi bilan hamkorlik tuzib hamda mushu bozorni mushu xalqqa sungandan keyin hamda bu arqa sap ta'minoti yetkazishga biz kafolat qilamiz. Hamda mushunchalik zavodni qurgandan keyin o'sha arqa sapga kuchimiz yakın bo'lmaydi. Hamda mushu mahsulot ishlab chiqarish uchun mayli bu arqa sapda material bo'lsin, adam kuchi bo'lsin, hamda biz buningga amaldan kelishincha tirishib mushu arqa sap ta'minotining uzilib qolmasligiga biz eng kuchimizni mushuga markazlashtirmoqchi. Neft magnati Rockefellerning shunday bir gapi bor. Kelgusi foyda ishlab chiqarish kuch tarafidan belgilanmaydi, balki bozor ehtiyoj tarafidan belgilanadi deb. Xo'sh, Hasan Toj apandi, tashviqot halqasida dastlabdila shu program orqali, ya'ni vaqt o'rnili programmasi orqali yeshil mahsulotninki ishlash jarayoni, buningki haqiqiy bo'lgan yeshil mahsulot ekanligini tonishtirish jarayoni bo'lsin. Siz program orqali tonishtirish, uningdagi madaniyat film orqali tonishtirish, mushu halqada chong turibsiz. Demak, siz televiziya e'loniga qarshimi? Bundoq aytganda endi butunlay qarshi deyishga bo'lmaydi televiziyalarni. Ammo hozirgi shirkatniki dastlabki taraqqiyot halqasida
Çoxum başı elan təşviqat halqısındakı xərclənən pullarının hər birisindəki istimalatının zəmisi yüküldiğən bir əhval buldu emasmı? Tunuşdurdum deplam bütün təşviqat halqısını istimalatçınınki yüklüversə, hem de istimalatçı bu bahası yukarıda gittiğin gibi bunda vakıtta. Çünkü elan təşviqat çıkımı bu bir şirketinin özünün şirketi bir çıkım bolğandan keyin məsələtinin bahasını istimalatçılarga şu televiziyada kögünüş üçün şu xəbərini pulunu төлөгізген ala çekilinip kaldığan ahval buldu. Bunun aldığını eliş için zavod taraqqiyat ma'lum bir ishlab chiqish iqtidori bilan bozor ehtiyoji shakllanib boruvchi arliqda vaqtliq televiziyalarni bermay turgan vaqtida mol bahosiniki iste'molchilar qabul qila oladigan. Chunki bularniki qo'ygan mol bahosi o'zini deb o'tdi. Darvaqa hozirgi iste'mol servisidagi bozor ehtiyojida qabul qilish tegishli baho. Çünkü bununki o'zuli qimmatiga nisbatan masalan shu ustida sifatdagi shu balarni chiqarib bergan dokladlar ekan, uni qarasak shu asl tarkiblari bo'lsin yoki aşı tarkibləri olsun, işqilib alaydı yuqori bu. Çünki arpaning o'z dillam chiqqan narsa bo'lgandan keyin, asosliq shu yezilik mahsulotlardan chiqayotgan narsa bo'lgandan keyin. Shuningga hamda shuni mushtaklibni berib, hamda oldilarni sizlar ma'lum bir iqtidorga ega bo'linglar ishlab chiqishda ko'lamga ega bo'lgandan keyin, ondan umum xalqqa sungan vaqtlarda, ya'ni biz ashlar qaysi usulda sunishni, e'lon degan tunishtirishlar emas, balki boshqalarning ehtiyojini qamdab berish badaliga o'zining tashviqot maqsadiga yetkin bo'lgan bir liniyani bularga hamda biz tavsiya qilib, hozir hamda taraqqiyot jarayonida ching turamiz. Albatta bir mahsulotning tannarxini bekitish intayin muhim. Yakka setilish bahosini bekitish intayin muhim. Oshxona tijoratini misolga olsak, ko'pincha oshxona xo'jayinlar tomoqqa bezak xarajatini, ijorini, tok suv pulini qetib, yuqori iste'molchini ko'zlaydigan holatni shakllantirib qo'yish hozirgi umumyuzlik masala bo'lib qoldi. Mayak shirkati Hasan Tajapani shunday bir gapni qildi. Buningki bu jadvalida ko'rinib turibdi. Buni oqsil tarkibi 32%. Oziq qiymati yuqori ekan. Sizda 1 litrlik malbaha jadvalida ko'rinib turdi. 1 litrlik sap arpa shifoliq ichimligininki yakka setilish, ya'ni bozordagi xarida setilish bahosi 10 yuan xalq puli ekan. Sizlar shu baho bekitishda bir xil arzon hisoblamadinglarmi? Abayam so'zlab o'tdik. Arqa sap ta'minotdi deb. Bu arqa sap ta'minotdi degan abayam o'sha ham material. Bizdan shu arpani ziyoratni o'zimiz terimiz. O'zimiz terganda endi bunga talab yuqori qo'yildi. Misol uchun buni suv sug'urgan yerga tamaymiz, beynam yerning arpasi. Endi bu beynam yerga kimyalik solinmaydi. Shu molning qig'in solib tergan ham tabiiy. Hem de bunu özümüz teriş jarayonida hamda nurg'un iqtisodni o'zimiz iqtisod qilalaymiz. Ham material azam bo'lgan, hamda o'zimiz ishlab chiqargandan keyin tanarix to'monlaydi. To'monlagandan keyin hamda bu mahsulotimiz bu bozorga chiqqanda, pishiqlab ishlanib chiqqanda, uning tanariximiz to'mon bo'ladi. 1 litr ichimlikda odatda 10 koy hamda to'mon emas, yuqori emas, o'rtaxol saviya hamda olib aytganda hamda paydalık terkibi yuqori, qimmat ko'z qarashi tövenroq ichimlik desek bo'ladi. Ham material o'zimizdan bo'lgandan keyin ham tanarix hem de shu xalq qabul qiladigan ham bag'ani ham de shu nurg'un bozorini ko'z tushish, bozorlarda boshqa ichimliklarning sotilish ahvolini egillash supsida ham de o'zimiz shu bag'ani o'ylashib bekitgan. Menimcha ham de xalq ham de qabul qila oladi. Albatta mahsulotning bahosini bekitish bayam deb o'tgandek intayin muhim masala. Mushu yemek-ichmak sohasiningki foyda persenti bo'lsin, kiyim-kechak sohasining foyda persenti bo'lsin yoki aqliy mulk aralashgan kino filmning kelgusi foyda persentini bekitish bo'lsin. Bu nayt bir halqiliq masalalarning birisi. Ya'ni shirkat qurayotgan, shirkat qurmoqchi bo'lgan va shirkat qurgan ko'plagan korxonachilarimiz duch keladigan masala. Undaqda shu baho bekitishda biz vaqt tonili orqali Hasan Tajapandidan fikr anglab baqsaq. Bu baho bekitishda abaysiz so'zlab o'tgandek, endi xalqarolarda bir bo'lib baho persentlar shakllangan. Endi odatda shu kundalik turmush hisoblanadigan narsalarning foyda nisbati odatda endi zavod bahosiniki hisob qilamiz, endi bozor bahosida endi bir bo'lib foyda bo'shliq bo'lishi kerak, chunki endi bunda o'tirliq to'shish narxi
lekin sotqıçlarnınki dükkan icra tanarqı, adam işletiş tanarqılar qıtıldı. Amma endi zavodnınki Türkiye'de kölemleştirip işleydigan narsa bo'lgandan keyin ham zavodning foyda nisbati cho'qim muvofiq bo'lishi kerak. Bundan yemek sahasının şu kadar töven buldu. Çünkü o kunde istimal kılınıp durdu, yanılıp durgan bo'lgan ki bunun ziyade yukarı bağ çaplashqa bo'lmaydi. Ziyade yukarı bağ çaplagandan keyin bozor ehtiyojdan tabiiylam shalinish ahvolini shakllantirib qo'ygan ish chiqdi. Müşahiriniz bir gap qistirib qo'ysam, öncelik bozorning ko'rinmas qo'li deydigan bir muhim iqtisodiy tushuncha bor. Yani bir bo'lak soha o'z yolg'iz mangmasdan, yani bir ko'plagan zanjirsimon aloqalarni ko'rilmagan holatda agashtirib mush aloqalarga ta'sir ko'rsatdi degan natijaga kelib chiqadi ekan. Shuna deyishga bo'ldi. Endi shunda qilmagan ahvol ostida endi buni hamma narsadan yuqori foydalaman deb yuqori foyda nisbatini ko'zlab olgan bilan bozor qonuniyatiga ta'sir ko'rsatib, endi masalan asos kasbdagi yemek-ichmek sohasi bu sohalarningki foydasi yuqorilab ketgan vaqtida boshqa mana shu ahli bilimlilik, chunki ahli bilimlilik huquqiniki endi buning orasida hammadan foyda nisbati yuqoriroq bo'ladigan bir kasblar bu. Ammo bu kasblarningki ba'zilari 1-2 yilda unum ko'rsatsa, ba'zilar 10-20 yilda unum ko'rsatadigan ahvol bo'lgandan keyin buningga boshqa kasb zanjirlarininki ba'zi yuqori qimmatli qitib ketsa va ahli bilimlikning ba'zi texnik o'sib ketadigan. Manda aytganda ahli bilimlik sohalari yaxshi taraqqiy qilmagan ahvol ostida jamiyatning taraqqiyoti bo'lgan ilgirlash to'sqinlik uchraydi. Faqat bir kichik tanglam yemek-ichmek yoki bo'lmasa turmushimizdagi ba'zi narsalarning yuqori bahoni ko'zlanishi sababli kelgusi taraqqiyot ehtiyoji bo'lgan nachildan keyingi taraqqiyotlar masalan iPhone'larning hozirgi bizga hukumlarni yangi hukumlarni akab berishi IT sohasi deb qo'yamiz endi. Shu kino filmlarning yangi ijodiy filmlarning ishlanib boshlag'i bizning yangi narsalarni o'rgatilishi, bizlarni yangi bir hukumlarga keltirish uchun ularningki necha 10 yil vaqti sarf qilinadigan gap. Shuningga ular bilan baslashib yoki bo'lmasa andan bunga vaqtida siz degan ko'rilmas qo'l o'zligidan shakllanib bu iqtisod zanjirini buzadigan gap. Shuning bilan bozor tartib munosabatiga tushib hech qanday soha ilgirlanmas bo'lib qolgan bir o'lik holatni shakllantirib qo'ydi. Şirketning kuchi nomli filmda tuvandagidek bayonlar bor. Shaxs ega bo'lgan paychiki bozorga solingan shirkatning peyi oz bo'lib, shirkat xususiyning bo'lishidan ommaning bo'lishiga qarab yuzlandi. Uningga bir qancha odam ega bo'lmaydi, balki soni zo'r bo'lgan necha 100 million odamlar ega bo'ladi. Murat efendi, siz shu she'ri qabul qilishda, mablag' qabul qilishda nayt sansiferlik, o'zining moliya qoidasi bo'yicha paychi qabul qildingiz. Mushu munosabatda sizdan yana bir savol so'rab boqim keldi. Ko'ringi jarma shirkatini tekaslaysiz quribsiz, Orpey kinzarligimi tekasdiki. Zavodmi tekasda. Mush xil holatda siz ishlab chiqarishni mushu beryapsiz. Agar ko'pchilikningki ehtiyoji sizniki tekaslaysizdagi qurgan zavodingizda ishlab chiqarish miqdor ta'minlab berolmay qolsa, undaqda sizniki yana bir zavodni o'zingizningki paychika bo'lgan Tahir Efendi'ninki yurti Ot Qirg'iz oblastida qurish planingiz bormi? Hamda bu ishni shirkatni qurgan kezde, bu zavodni qurgan kezde hamda har kimning o'ylagan o'y bo'lish kerak, plan bo'lish kerak. Ama bu planlar bor. Hamda biz hozir ko'lamlashtirib shu tekasni ayasida hamda ekologiya bog'chisida hamda bu zavodni qurdik. Shu zavodni ko'lamlashib, xalqqa keng iste'mol qilib, xalqqa keng tarag'andan keyin hamda bu yetishmaydigan amillar kelib chiqadi. Hamda atush desak bo'ladi, ham boshqa rayonlarga rayon atab bölümçe zavodlarni qurishga tamamen bo'ladi. Albatta millat alqagan, ya'ni Qirg'iz millati bilan Uyg'ur millatininki ikki shirkati, ya'ni yana birisi Tekasnaya ko'ringi jarma shirkati, yana birisi bo'lsa tashqi savdosi bilan shug'ullanadigan Tahir Efendi'ning shirkatininki bir maqsadga, ya'ni shifoliq ichimlik jarmaga bog'lanishi bu bir xil obid xarakterlik savdo hamkorligi hisoblanadi. Albatta biz Yevropa, Amerika, Yaponiya qatorliq shirkatlashgan davlatlarningki hozir bizdan boshdan kechirayotgan mushu jarayonimizni necha 100 yil burun boshdan kechirib shu tarixiy tajribalarini yakunlagan shundaq bir film bor. U bo'lsa shirkatning kuchi.
Biz şu şirketning kuchidan tuvandikidek bir bayonni anglab boqaylik. İgidorlik huquqi bilan tijorat huquqining ayrilib turishi kasbiy direktorning paydo bo'lishini belgi qilgan. Ilgari igidorlar shirkatni boshqaradi. Amaliyotda shirkatning hayoti bilan igidorlarning hayoti birga bog'langan bo'libmi, bunda ahvol ilg'or odamlarning shirkatga kirishiga foydasiz edi. Kasbiy direktorlarning shirkatning boshqarish o'rniga kirishi igidorlar bilan ayrilishni amalga oshirdi. Bu ikkisining ayrilishi shirkatning mustaqil hayot ekanligidan derak berdi. U davomlashtiraversa bo'ladi. U yana bir odamning qo'lida keng taraqqiy qiladi. Demakchi, taraqqiy shirkatlashgan davlatlarda po'lat nomer magnatlari bo'lsin, neft magnatlari bo'lsin, hammasi davrning taraqqiyotiga moslashish uchun shirkatning ixtisosliklarininki qo'lga o'tkazish uchun keyingi savdo institutlarini qurishga boshladi. Ham o'zining shirkatiga bo'lgan tayanch ixtisos egalarini ko'plab jalb qildi. Bu ayni vaqtda Amerikada bir yangilik hisoblanadi. Albatta, Hasan Toj apandi diyorimizdami nurg'un shirkatlar qurildi, qurilyotdi va qurilmoqda. Mushu shirkatlarning ixtisosda xodimiga o'tkazish halqasida qanday xizmatlashinish kerak? Bundan yana eng muhimi moliya halqasi birinchi omil. İkincisi hukum amili. Aslında hukum amili adette hemen aslında birinci orun turdu. Şirketler kelgan vaqtida maliya amili birinci orun turdu degan vaqtda shirkat hissiyatga tayanmaydi. Shirkat faqat sansiferlashgan siferlarga tayanadi. Buni faqat bir o'rnaydigan shirkatdagi o'rin hamda maliya halqasi. Demak, shirkat hissiyat talab qilmaydi ekanda. Hamda anda boshqa o'ylarda, orzularda, xiyollarda hissiyatlar olishni o'zining kelgusi kelajagi u bu deydi. Shirkatda bu narsalarning hech qaysining kar yo'q. Endi navada bunga bo'ysunib, buningki muhimligini boshqa qo'yib, shirkatning manfaati, shirkatdagi a'zolarniki foyda taqsimot, maosh tuzilmasi, islohoti degandek narsalarni navada shu muntazam o'rnab berilgan vaqtda, anandan keyin mayli yaqin do'st bo'lsin, mayli tunimaydigan odamlar olsin, xuddi hozirgi shu tekas jarma shirkati bilan otishdagi savdogarlarniki hamkorlashib qolgan o'xshash shirkat mana shundoq millat alqigan, davlat alqigan, rayon alqigan shundoq savdo andizlarni barliqqa keltiradi. Demak, keyingi avlodlarningki oldingilardek aqlli bo'lishi natoyin. Natija qozongan bir igilik tikluguvchining varis qilguvchilari o'g'li yoki qizida o'xshash tug'ma talant bo'lishi natoyin. Siz amaliyotda tashqi savdoda pul topgan. Mushu igilik yaratishida siz kelgusi avlodlaringizga yaxshi bo'lgan igilik tuzilmasini barpo qildingiz. Ya'ni mundaq aytgan chaqda siz shu yerga nisbatan bir sanoatlashish davrini va hamkorlik davrini boshlab berdingiz. Sizningki mushu ulug'vor planingizning amalga oshishida yana qandaq o'ylagan bosqichlaringiz bor? Endi biz Qirg'iz millati, yaylaq millati bo'lib hisoblanamiz. Endi biz burunqi ishlab chiqarish bo'lsin, chorvachilik, dehqonchilik, shu yaylaq madaniyatini yurgan millat. Endi bu zamonning taraqqiy qilib egashini ko'zimiz ochilib, shunday savdo sohasina kirib, savdo sohasidan shu sanoatlashtirib, shu kelgusidagi endi urpaqlarimizga endi bir yangi yo'lni boshladik desak bo'ladi. Endi biz shu sanoatni boshlagandan keyin kelgusida biz shu xalqqa foyda yaratsak, xalq o'zi o'ylab yetadi. Biz burun shunchaq jafo mushaqqatda tog'larda chorvachilik hayotida qor, muz shunday tog'larda o'tkazuvchi, shunday sanoatlashib, taraqqiylashib, hozir endi shu zamon taraqqiy qilgandan keyin shu kompyuter deymiz, uchur davriga bosib kirdik. Bu davrda endi shu sanoat, uchur davri mezgilida endi xalqning hammasi hozir o'qish, hammasi bilim saviyasi, ong saviyasi yuqorilab kelyotdi. Endi biz shu sanoatni boshlagan ekanmiz, shuni yaxshi olib mansak, shu xalqqa manfaat qilsak, bu xalqqa to'nsak, keyin shu urpaqlarimizmi shunday oldidagi odamlar shunday qilibdi ekan, biz shundan keyinini yolg'ashtiraylik deb endi urpaqlarimiz chiqishi mumkin. Biz ham hozir qilgan bilan ham biz 20 ömrümüzni yaşadık.
Hem de biz ötüp ketsek mi, bizden keyingi urpaqlarımız mı, hem de şu sanatını mı, şu uçur doğruga akirip, yalgaştırıp ketidi dep oylayman. Albatta, hamkorlik intayin muhim. Bu hamkorlikninki vücut chiqishida, ya'ni Tekasnoya ko'ringi jarma şirketi bilan otish savdogarlarininki hamkorligida vositalik muhim rol o'ynagan mayak vositachiligininki lideri Hasan Toji apandidan shundoq bir savol so'ragim kelyapti. Yevropa, Amerika, Yaponiya qatorliq shirkatlashgan davlatlarninki mushu shirkatlash jarayoniga diqqat qiladigan ishlar, taraqqiy qilish bosqichi, iqtisodiy krizis, javharlangan shirkatning filmi degan mayak shirkati bozoriga salgan mushu filmninki ko'pligan mazmunlar hozirgi biz deyotgan shifoliq ichimlik jarmani ishlab chiqargan Tekasnoylik ko'ringi jarma shirkati bilan ot savdogarlarining hamkorligida mushu uqumlarni bir asos o'rinda turib kelibdi. Bundaq chiqqanda yetakchi ideya, ya'ni vaqt tonel orqali bu orliqni siz qisqartibsiz. Bundaq chiqqanda necha millionlik hamkorlik savdosi qisqa orliqda vujudga kelibdi. Mushuningda siz shirkatning kuchi nomli filmdagi bir korxonchilarimizga ko'rsatgan vaqt toneli orqali ba'zi bir besib o'tishga bo'ladigan yoki besib o'tmasin bo'ladigan yo'llarni qisqartish to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Buni nihoyat yaxshi o'tirib qo'ydingiz. Endi bu shirkatning kuchi degan filmninki ishlanish jarayoni 10 necha davlatniki ixtisoslik professorlari mushu jamiyatga muvaffaqiyat qozongan shaxslarniki iz qo'llab tekshirish, ashlarniki yoshlik vaqti, balalik vaqti, hatto ko'rilgan masalalarni hal qilish jarayonlari bunga nihoyat yaxshi ixcham shu tirisilinib ketgan. Ammo aytganda endi buni balkinchi qadamlarning aldirab ko'rolmasligida endi uchur bak ko'p bunga. Intayin ko'p. Lekin buni diqqat qilsak, buningdagi bo'layotgan hodisalarning hammasi bizda bo'layotdi, ham bundan burun bo'lib, yana davomli bo'lib kelayotgan hodisa, biz faqat uni qaytadan bir qatorlikqa yakunlamay, biz yuzabro yakunmasa, o'zimizningki kamchilikini boshqalar ko'rsatgimiz kelmay, o'zimizni mukammal ko'rsatish badalida ba'zi narsalarni o'tirib qo'ymay, zarbalarni yana qaytadan besish hisobda kim ish boshlasa noldan boshlash oltida deyiladi menga. Bu shirkatning kuchi degan filmni ularning ishlashdagi maqsadi bo'lmoqmi? 10 davlat hamkorlashib ishlagan film. Ishlashida endi asosliq ularning o'zininki o'tmishidagi besib o'tgan tarixiy jarayondagi tajribalarini jamiyatga tashlab berish orqali shu yo'liqqan hodisalardan qanday usulda tez suratda o'tib ketadigan bir holatni shakllantirdi. Shuning biz endi bu filmni shu vaqt toneliga intayin uzun vaqt tayyorlik qilish orqali endi shu vaqt tonelida botishimizdagi maqsad nima? Endi shu necha yuz yil, necha ming yilda besib o'tgan bir jarayonni biz faqat bir 2 soatlik film orqali ko'rib, uni tushunib, biz turmushimizda ishlasak, balki biz o bosgan mag'lubiyatlarni biz beshimizdan o'tkazmay, shu g'alaba uchun davomli ilgilishimizga asos yaratib beradigan bir film bo'lganligi uchun biz endi bu filmni yana qaytadan shu amaliy ishlarni misol qilish, amaliy ishlarga ekirish usuli bilan endi ko'pchilikka tanitmoqchi bo'lyapmiz. Albatta biz shirkatning kuchi nomli filmninki buningdan keyingi amaliy kuchini yana davomli suhbatlarimizda ko'pchilik bilan o'rtoqlashib turamiz. Cheklik mas'uliyat shirkatidan paychik asosdorlik shirkatiga qadam olgan millat alqıgan savdo andisini hamkorlik uslubi bilan yaratgan Tekasnoylik ko'ringi jarma shirkatininki faxrlik mahsuloti. Yeshil mahsulot javhar ichimlik sap arp shifoliq ichimligi jarmaninki biz ishlanish jarayoni, roli va shundaqla texnikalik halqalari birinchi ishlab chiqarish kuchi o'zida bo'lgan xom materialdan ishlanadiganlik to'g'riliq biz ko'pchilik bilan o'rtoqlashdik. Biz vaqt toneli programmamizda shirkatning kuchi nomli bu filmdagi tuvandagi bir abzasni ko'rib o'tamiz. Biz bir shirkatning tuzumi taraqqi qilmagan, ammo iqtisodiy taraqqi qilgan davlatni uchratmadik. Biz yana bozor taraqqi qilmay turib, o'zi taraqqi qilgan davlatni topolmadik. Shunga hozirgi davr boyligining kashf qilinishi, xalq boyligining jo'g'lanishi bilan bozor iqtisod taraqqiyoti va shirkatning taraqqiyot amaliyotda o'xshash bo'lgan bir masala. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choy bo'lsa aka. Bir chimdim. Choydimmi? Rahmat. Chayim bo'lsa yana bir chimdim. Endi choy deb kirmoqchiman. Choy degan tilingizni qaychi bilan kesib etmay yana. Voy
vay. Yaxshi. Qaychi bormi? Menda qaychi nima ish qildi? Yo'q. Emas bir chimdim choy bor. Şinjan'ın alohida tanışılgan esil çayı bir çimdim çay. iqtisodiy taraqqiy qilgan ulgulik shirkatlarning taraqqiyotida qiziqsangiz, amaliy masalani hal qilish ehtiyojingiz bo'lsa, har vaqt diqqatingiz Mayak vaqt tonelida bo'lsin. Ko'pchilikka rahmat. Küçük başım bile bir falan Küçük başın gidiyorlar. Ayrıcalar başın gidiyorlar. Rakam ketkizib emas, resmen keldi emasmi?